Assalomu alaykum mujiki, bormisizlar? Xullas kalom. Hali ham o'sha nastroykalar deb eshitdim. Ya'ni kirdim nastroykaga, ko'rdim hammasini mana bunaqa new deb qo'yardi, bilsanglar, yangi nimadir funksiya qo'shilsa, new deb mana bunaqa belgilab qo'yardi. Qizarib yoki nimadir ko'rsatilardi. Shuning uchun men sizlarga eng kerakli narsalarni ko'rsatib beraman. Mana upravlение degan joydagi mana akkaunt pastida. Shu основной nastroykalar, nima o'chirib, nima yoqish, 5 barmoqga kerak bo'ladigan nastroykalar shular. Shularni pauza qilib sekin-sekin o'zingizlar ko'rib, mendaqa qilinglar. Agar mendaqa to'liq komfortni o'ynamoqchi bo'lsanglar, hammasini mendaqa qilishinglarga to'g'ri keladi. Telefonni ham darajada mendaqa olsanglar yoki menikiga yaqinroq o'ynaydigan, menikidan kuchliroq olsangiz, navrot tushaveradi. Telefonim iPhone 13 Pro. O'shunga tushadigan upravleniyalarni ham bundan ko'rsataman. Knopkalar to'yish nastroyka. Mana xullas bunisini ko'rib olasizlar. Основное upravlение tepadan endi продвинутыйga o'tamiz. Bularni ham sekin ko'rib chiqib, menga qilib olasizlar. Mana pauza qilib o'zingizlarga to'g'rilab olinglar. Iloji bo'lsa ikkita telefon ishlatinglar. Endi grafikaga ko'pchilik bilmaydi. Men mana bunaqa o'ynayman. 120 fps emas, 120 fps da telefonim qo'limga yoqmaydi. Shuning uchun mana umniy nastroyka deganni yoqib qo'yman. Ruchnoy qilsam 120 qila olaman, qaranglar. Umniyni yoqib qo'yganman, avtomatik hamma yo'g'ini moslab qo'ygan. Ultra Extreme'da turibdi. Mana Bitway degan joyda, Plavnada Ultra Extreme bo'ldi. Plavnda turish kerak. Lobby degan joyda bu, bash lobby degan grafika bu mana holatdagi grafika. Bu yerda 120 fps yo'q, 90 fps bo'ladi. O'yinning ichida 120 fps bo'ladi, to есть matchning ichida. Tak, mana shu lobby degan qarang, Extreme plus turibdi. Endi xullas bu lobby degan joy, o'sha men dom degan uy ichidagi nastroykalar, PUBG ichida uy bor-ku, effektivность bunisining anaqasini farqiga bormayman, chunki men uni asani bu yoqqa ko'chirib qo'yishgan xolos. Mana effektivность mana pastdagi narsalarni stil turibdi, насыщенный turibdi menda. Normalda turibdi. Mana oq bo'ladi, personaj qizil bo'ladi bunda, endi mana yo'q qo'shilib personaj oq bo'ladi. Mana qizilda turadi meniki, to есть. Yarkisi 90%, mana knopkalarda ekranning chetidan qochishi eng oxiriga qo'ysanglar, mana X degan knopka o'ng taraf bor-ku, devor, ikkita telefoningizni chekatishda devordan bundaroqqa o'rtaroqqa jipslaydi. Shu narsa. Настройка knopka. Mana 5 barmoq upravleniyasi. Xuddi shu. Qo'yishni bilmayotganlar uchun men sizlarga o'rgatib beraman. Chiqasiz. Telegramga shunday kirasiz. Mana shu zakrepdagi chust. Bitta kopировать qilasiz, mana upravleniyani kopировать qilasiz, то есть mana ustiga bitta bossangiz, tekst kopировать ko'ryapsizmi? Xo'sh, men boshqadan kiraman. Kirsangiz, eng qizig'i mana yerga bu yoqqa qo'ysanglar kirmaydi, mana birinchisiga qo'yish kerak. Meniki tushish uchun. Kirasiz, mo'sa brositni chap tomondagi knopkani bosasiz. Sxema 1, sxema 2, sxema большой икон 2. Hammasi bir xil bo'lardi. Bu bittasiga mana использовать qilasiz. 3 xil upravleniya qo'yib olsangiz bo'ladi o'zingiz uchun. Mana bu bitta o'zingizga yoqqaniga shunday kodini yozasiz, mana. Poyezga berasiz. Toksik jon deb chiqadi lekin. Bosganingizdan keyin mana sariq knopkani bosib применить. 5 barmoq. Okey bo'ladi. Mana klassik rejimda 3-litsoda shunaqa upravleniya bo'ldi sizda. Agar TDMga ham bu upravleniyani qo'ymoqchi bo'lsangiz, bunda tepadagini bosasizda, arena 3-litso mana bosasiz. Bo'ldi. Keyin сохранить pastida mana klassik 3-litsodagi upravleniyani TDMga ham kopировать qilib o'tkazib beradi. Shuni ustiga bosasiz. Okey qilasiz, keyin kopировать qilib o'tkazib beradi. Qilib ko'rsangiz bilasiz o'zingiznikidan almashayotgan. Meniki hozir TDMdagi o'sha klassikadagi bo'lgani uchun o'zgargani sizlarga ko'rinmayapti xolos. Bunday qilasiz, klassik, okey, bo'ldi, ko'rinadi o'shunaqa qilsangiz. Xohlagan joyingizga copy qilib olsangiz bo'ladi. Mana men aytdim. Mirjudes meni WoW bor-ku, WoW karta shu. Erangilda ham, to есть klassikada ham, TDMda ham mana bir xil bo'ldi. Kodini qayerga qo'yishni bilib oldinglar. Men kodini tashab qo'yganman Telegramga. Ishlayapti. Ko'zingizlarni oldida ishlatib beryapman. Endi mana pastga o'tdik чувствительностьga. Obyektiv mana telefoningiz ekranlarini ishlatish, u bo'laringiz giroskopga hali o'tmadim. Настройка tepadagi настройка turadi, o'zingiz настройка qilishingiz uchun. Keyin pastga tushib, mana u foizlarni bir xil qilib chiqing xohlasangiz men bilan. Agar sizni kodi ishlamay qolgan bo'lsa, kodini o'rniga mana foizlarni to'g'rilab, mana menikiga mana uni отключить qilib, hamma yo'lni bir xil qilsangiz, menikiga zo'r настройкаga ega bo'lasiz. Agar qila olmayotgan bo'lsangiz, videoni qaytadan ko'ring. Mana pauza qilib ko'rib olasiz. Bo'ldi, shu holat.
foizlarini ko'rib olasiz o'zinglar. Mana giroskopda всегда включёnda o'ynayman. Mana pritelda o'zida emas, всегда включёnda o'ynayman. Bu yoq 250, 300, 250, 280, 3x da 120, 140. Bular bemalol zajim qilishga ham o'ta ham cho'tki. Chunki bu katta turnir o'ynayotganimda ham bu chustitini o'ynaganman. Zajimnikida 4x, 3x, 6x bemalol o'ynaganman. Bemalol bitta joyga ota oladi bu zajim. Ayniqsa mana 4x 140 dagi. 3x undan ham zo'r. 120 dagi. Bo'ldi. Bu yerda ham pastdagi отключить turadi. ADS degan narsa otayotganingizda va otmayotganingizdagini ajratib beradi. Mana uni включить qilsangiz, mo otayotganingizda chustitiniz, mo otmasdan yugurib yurganingizda chustitini ajratib beradi. U ajratish shart emas. Ikkalasida ham bir xil chustitimiz bo'lsa yetadi. Ko'rib turibsizlar. Shu. Подбор. Bu avtopodbor, anu оружие bir balo lootlardi. Avtopodbor включить qilib qo'ysangiz, o'zi olib beradi. O'chirib qo'ysangiz, o'zingiz qo'lingizni bosib olasiz. Mana bu ham ko'p kerakli narsa. Pritselda oq qilib qo'yganman. Qora edi turardi oldin menda. Oqqa o'zgartirib olganman. Sal ko'zimga yaxshiroq ko'rinish uchun. Kollimatordagi har doimgidek pushtida turadi. O'yinda bunaqa pushti ko'rinmaydi-da sizga. O'yinda yonib turadi sizga u. Olovga o'xshab, lazerga o'xshab yonib turadi. Pushtiga qo'yish kerak. Golografistida unaqa yonmaydi-yu, lekin pushtiga qo'yib olaman. Bokovoy pritselda ham pushtida nuqtasida turadi. Mana bunaqa bir balolar emas. 2x qora, 3x qora. Chunki uzoqroqda yaxshi ko'rishim uchun. Effektida o'zimga teggan uron ham qizil, unga otgan uranim ham qizil. Xullas shunaqa. Mana uni pastdagi zeleniy. Bu zvuklar mana hech narsa emas bu. Mana muzikani o'chirib qo'ygan, mana qarang mana. O'sha muzikani o'chirib qo'ygan, bo'ldi. Ani men bu lobbyda turib anaqa gaplashayotganimiz asabimiz buzilmaslik uchun. U damlayni bular hech narsa emas, prosta xabar kelish emaslik. Bular muhim emas, o'yiningizni kuchaytirib bermaydi bular. Bular farqi yo'q, yazdik. Основной mana effektli turibdi-yu. Прекрасный effekt. Mana shu ana zvukdan tepasi, xullas o'yiningizga ta'sir qiladi. Akkaunt degan joyi u akkauntingizga bog'liq. Bu shu основной настройкаlar shu. Sizga chustitini qanday qo'yishni o'rgatmayapman, xolos mana qarang. Chustitini bilimiga kirganingizdan keyin chap o'rtada lupa turibdi. Pastda o'rtada. Ashana bitta mana chusti ustiga bosasiz, kopiya qiladi. Mana orada bitta ham probel qolmash kerak. Aytadi, mana ko'ryapsizmi? Mana joy qolmadi mana oxirida. Bitta danda bosamiz, bo'ldi. Bitta ham oshiqcha joy qolmash kerak, bo'lsa ham kod ishlamaydi. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Boshqatdan qilib ko'rsatib beramiz kerak. Kodni bosasiz, bosganingizdan keyin использовать turadi. Hozir sariq knopkani bosganimdan keyin ko'rdinglar-ku. Загрузить облако qilasiz, загрузить qilib qo'yasiz. Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Xuddi shunday. Ikkinchi marta qilyapman, shu o'xshamayapti. Mana, xullas mana использовать qilganmi, ko'ryapsizmi? Bo'ldi. Загрузить облако. Xuddi shuni qilasiz, ishlayveradi sizda ham. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Yangi sezonda mana bunaqa yangi upravleniya qo'shishmagan, chunki yetarli-da hamma upravleniyalarga. Ortiqcha narsa kerak emas hozirgi PUBG'ga. Men yana bir yangiliklar qilib ko'raman, xudo xolasa keyingi sezonlar qilgan paytimda o'zingizlar videolarimni ko'rganinglarda tushunib olasizlar. Agar sizlarga UC servis kerak bo'lsa yoki akkaunt savdoyimiz nimadir kerak bo'lsa, shu chustda tagida mana UC servis degan joyi bor. Ustiga bossiz, adminimizni lichkasiga o'tadi. Mana admin lichkasini ko'rib olsangiz, har doim UC kerak bo'ldi deganda endi eslaysiz, eslab olasiz. Toksik UC bor edi deb shunday yozasiz. Любой количествоda UC solib beramiz. Qancha million UC bo'lsa ham mana toksik pastqichsiz UC. Ko'rib oling. Nomerni ham ko'rib olasiz. Tekshirib, mashinangizga aldanib qolmaysizlar. Mana shu kanaldan silkani ustiga bosib o'tsanglar bo'ldi. Eng muhimi shu. Bo'ldi shu, boshqa hech narsa yo'q. Tushunmayotganlar bo'lsa, mana shu videoni ko'rib tushunib olinglar ko'p narsaga. Lekin menikidaqa qilib olinglar, ko'p savolga javob topasizlar o'shanda. Menikidaqa qilib olinglar. Ortiqcha nima deydi, upravleniyadagi mana joydagi настройкаlarni boshingizga qotirib yurmanglar. Menikidaqa qiling, o'rganing mashina o'ynashga. Men ko'pchilik yutyapman-ku shu upravleniyada. Siz ham yutasiz. Ortiqcha savollarsiz qilib olsangiz yaxshi. Agar qanaqadir savol bo'lsa, kommentga yozsanglar, mana shu upravleniyada nimadirlar. Screenshot qilib turib, отметка qilib tashlasanglar o'sha joyni. Mana любой bitta настройкаdan shu joylardan bittasini belgilab turib tashlaysizlar, mana bu narsa nima desanglar yoki kommentga bolalar aytib qo'yishadi. Bu shunaqa. Eng muhimi bir xil qilib turib, upravleniya bir xil qilib turib, telefonni ham bir xil qilib turib, yorib olishga o'ynang. Bu o'yinni yuta olasiz. Давайте, mujiki, charchamanglar. Har doimgidek